Yukarı leksimizin devam hürmetlik vatandaş bugün çizsak 2021 yıl 2. ayının 23. günü. Qo'llash erişdi. Bilet tashlash oxirlashgandan keyin Kanada siyoset sohasi obzorchilari mundaq hisobladi. Kanada parlamenti Jungo hukumatiga nihoyatda aniq signal berdi. Hamda Kanadaning izchil kishilik huquqiy e'tibor beradigan maydonini yana bir qatam ifodaladi. Bundan burun Kanada hukumati vaziri Tedro Jungo Uyg'uriston Şinjan'da kishilik huquqni ig'ir dafsanda qildi deb e'tirof qilib, buningga qattiq ko'ngil bo'lamiz deb ko'rsatgan. Lekin vazir Tedro irq yo'qotish intayin ig'ir jinoyat va ayblash, shunlashqa xalqaro jamiyat mustaqil tekshirish kerak deb hisoblagan. Bu qarar Jungo'ning qattiq qarshilashini keltirib chiqardi. Jungo'ning Kanada turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi bundan keyin bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Bu Jungo'ning ichki ishlari qo'pollik bilan aralashganlik. Biz bundaq nomussiz harakatni ayblaymiz. Kanada xalqaro kishilik huquq advokati Sara Tich mundaq hisobladi. Kanada parlamentining rahbarligi ostida kishilik huquq komiteti SOIR o'tgan yil 10-oyda parlamentga doklad yo'llab Jungo Uyg'uristonda Şinjan rayonida yo'lga qo'ygan harakatlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikdan saqlanishi va jazolash ahdnomasi da qayd qilingan moddalarga o'xshaydi. Irq yo'qotish cheklimasiga mos keladi. Xalqaro advokat Sara Tich savol qo'yib mundaq dedi. Vazir Tedroning yana qanday paket kutib turganligini bilolmay qoldim. Hozir vazir Tedro hukumati muhokama qiladigan masala kelar qadamda qanday tadbir qo'llanish masalasidir. Demak, bugun biz qaror qildik andak Tedro Kanada vaziri Tedro biz bu o'tirib qo'ygan masala kelar qatamda qanday muomala qildi. Bu bir masaladir. Kanada Ottawa Universitetining qonunshunosi professori Kanada parlamenti kishilik huquq komitetining guvohlik berish yig'inida qatnashgan. Errol Mendez qanday ko'rsatdi? Irq yo'qotish to'g'risidagi xalqaro ahdnomaga asoslanganda bu ahdnomaga imzo qo'ygan barliq davlatlar orada biri davlat irq yo'qotish jinoyati o'tkazgan bo'lsa, birinchi irq yo'qotish jinoyati o'tkazgan davlatni jazolashga yo'lliq davlat bo'lib qoladi. Masalan, buning imzo qo'ydi, ikkinchi bir davlat bu yerda irq yo'qotish elib bordi davlatida. Shunga bu imzo qo'ygan davlatning 3-chi yoki 4-chisi bu irq yo'qotish harakat elib borgan davlatni jazolashga huquqliq deydi. Yo'lliq bo'ladi deydi. Ikkinchi, irq yo'qotish jinoyatining yana yuz berishdan saqlanish uchun harakat qilishga bo'ladi. Shunlashqa Kanada va xalqaro jamiyat qanday embargo qilish siyosatining Jungo hukumati amaldorlarini hushiga keltirib qo'ya oladiganligini muhokama qilishi kerak. Ularning, ya'ni Jungoning Uyg'uriston Şinjan'da qilayotganlari bir xil madaniyatsizlikdir. 21-asrda har qanday bir davlat rahbarlaridan kutadigan umid bu emas. Kanada'nın Jungo'da turishli sobiq diplomati Kanada diplomatiya ishlari nopozda tadqiqotchisi Phil Calvert mundaq ko'rsatdi. Kanada hamda bundan keyin qiladigan ish
xalqaro ittifoqdoshlar bilan ittifoqlashib, texnik ko'p davlatlarning Jungoning Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik qilganligini e'tirof qilishini qo'lga keltirib, o'rtaq harakat qo'llanishdan iborat. Kanada ittifoqdoshlarini qo'lga keltirib, Uyg'uristondagi irqiy yo'qotish siyosatiga Jungoning endi o'rtaq harakat qo'llanishdan iborat. Bundan keyin qiladigan ish Kanada uchun. Kanada parlamentining Uyg'uriston Şinjan to'g'risidagi dokladida Jungo hukumatining Uyg'uristonda yo'l qo'yayotgan harakatlari irq yo'qotish ahdnomasida belgilangan jinoyatlarga mos keladi deb ko'rsatildi. Devamını anlaşacağız, hürmetli vatandaş.